Magia salon do'stlar, sizlar bilan Quvonchbek. Bugun sizlar bilan Minecraftga bugni ko'rsataman. Minecraft bugini bunaqa chegarali qilib olasiz. Bilmaganlar uchun darvashdan qilib ko'rsataman. Mana spelling now mikrofon alti menikini emascha, shuning uchun siz mana shu yerda turganda bunga o'rtadagiga o'tqarib olasiz va shunday bossangiz bo'ladi. Keyin ana shunday qilib bossangiz bo'ladi. Mening omadim kelib qishloqcha paydo bo'lib qoldi. Bu nimaligini bilmayman. Shuning uchun biz TNT bilan bundan olib olamiz. Joshgalka mana bu yerga to'qib ketamiz va olmay qo'llab olamiz. Keyin mana shu yerdan jonli qilib o'tolmaysiz. Jonsiz qilasizda bugni tekshirsangiz bo'ladi. Do'stlar, shu yerga tushishingiz shart. Bo'lmasam bugimiz o'xshamaydi. Endi mana shu yerga kelgandan boshlab oxirigacha tushiladi. Bo'ldi do'stlar, bunisini o'qib olamiz va portlatamiz. Endi shuni portlab olgandan keyin yana bir marta tushasiz va u burchagiga borasiz. Bu burchagiga borib olganingizdan keyin bu yerdan o'tib bo'lmaydi. Shuning uchun tepaga chiqib olishingiz shart. Manaki do'stlar, ana endi bu yerga chegarasiga o'tib ketsangiz bo'ladi. Bo'lat qatori bo'lib olasiz va shunday tutsangiz bo'ldi do'stlar. Mana men uchganim ham yo'q. Hozir jonli qilib ham ko'rsatamiz. Manaki do'stlar, mana sakrayman. Men hozir ko'rinmas bloklarning ustidaman. Mana bu yerga yaqin bo'lganingizdan keyin tushib ketib bo'lasiz. Agar jonliga bo'lsangiz, ya kreativda bo'lsangiz o'lmaysiz. Mana hozir sizga bir ko'rsatib beraman. Bu yerdan tushib ketiladi. Endi xayr do'stlar, sizlar bilan Quvonchbek Gamer bo'ldi. Do'stlar, shu videoda 3 ta like yoqqandan keyin 3 ta emas, 2 ta like yoqqandan keyin Grand Mobile o'yinini chiqaramiz. Hammaga xayr.